San'atimiz darg'alari. Eshittirish taqdimoti bilan studiyada jurnalist Sayyora Husanova. Assalomu alaykum. O'zida go'zallik, hayrat, ijodkorlik hislarini namoyon etgan san'at dunyosida ne iste'dod egalari o'z taqdirini, hayot mazmunini topgan. Zero ular san'atga bo'lgan yuksak mehr-muhabbatdan kuch olib, yaratganlari-yu ijrolari bilan ixlosmand ko'ngillardan joy olgan. Bu esa o'zini shu olam vakili, san'atga jon fidoman deya bilgan kishi uchun oliy baxtdir. Balki o'chgan edim yodingda, shirin hayolingni buzdim. Laylo, Laylo seni yoningda, birdan ko'rmoqchi edim o'zimni. Laylo, Laylo seni yoningda, birdan ko'rmoqchi edim o'zimni. Dillavozim dilabkorim yoningga uchay Laylo. Hislarimni yo'llariga marjondek sochay Laylo. Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Laylo. Agar ishqim rad etsang qaylarga qochay Laylo. Qo'shiqlar bor, bugun bor u ertaga yo'q. Qo'shiqlar bor, bugun ham, erta ham va shaksiz yana necha 10 yilliklar osha o'z jozibasini namoyon etib, yangi avlod muxlislarini maftun qilib, yangrashda davom etaveradi. Xuddi hozir siz u biz tinglayotgan qo'shiq singari. Yaralganiga 60 yil bo'lgan mazkur tarona ijrochisi, xushovoz san'atkor Dadaxon Hasanov bugungi eshittirishimiz qahramonidir. Bolalikdan kuylash ishtiyoqi bilan ulg'aygan Dadaxon Hasanov 1940-yilning ayni ko'klam uyg'ona boshlagan 15-mart kuni Farg'ona viloyatining Oltiariq tumani Yangiarab qishlog'ida Shokir aka va Qumrxon aya xonadonida 3 farzandning kenjasi bo'lib dunyoga kelgan. Akasining berilib qo'shiq aytishiga havas qilgan Dadaxon kichik yoshidan san'atga mehr qo'ydi. Vodiyning bir-biridan yetuk ustoz hofizlaridan eshitganlarini yod olib, kuylashni odat qildi. Biz Dadaxon Hasanovning xonadonida bo'lib, samimiy suhbatlashgan chog'imizda ustoz san'atkor hikoyasini shunday boshladi. Akam ashulachi bo'lgan, hofiz bo'lgani, unga havas qilardim, men ham ashulachi bo'lay deb. Deya mashhur nomi baland edi juda ham. O'qishda o'qib yurganda ham o'rta maktabda ham hirgoya qilib qartanchol ashula aytardim. Qizlar o'ynar edi. Keyin 10-klassni bitirdik, universitetga keldim. Jurnalistika fakultetiga hujjat topshirdim.
imtihondan endi biz paxta terganmiz-da, insho yozmaganmiz. Dars bo'lmasdi, paxta teradik, g'o'za chopardik. O'sha tufaylimi insho yozolmaganman-da, qo'ymaganmiz ro'yxatga. Lekin o'qishga kirolmadim, qaytib keldim degan uyalib, Oltiariqdan Surxondaryoni Sariosiyo degan Uzun degan rayoniga qandoshlarim ko'chib ketgan edi. Uzun rayoni Yangi Ro'zg'or qishlog'ida ular turardi. O'shga borib bir 15-20 kun turdim. Keyin shunaqa keldi, mana o'qishga kirib keldi. Sentabrda ketadi o'qishga degan gap chiqdi-da. Shu gap chiqishi kerak edi. Shu chiqdi. Keyin akam Toshkentda yashar edi. Toshkentga keldim, o'qishga ketdim. Chetda yuraverdim, akam mana Magnitogorskiy ko'chada kvartirada turardi. O'sha yerda yashab yuraverdim. Keyin orada sentabr boshlandi. Sentabrda oxirida Oltiariqqa borib, kaniko'l berdi bo'ldi bizga deb gap chiqarganman. Aqli yana qaytib kelib, baxtimga akam betda edi, kvartirasi bor edi. Shu yerda yashab yurdim. Akam qayerga borsa, meni o'sha boray, tomosha qilib yurardim. Albatta maktabda o'qiganimda ham qo'shiq aytardim. Akamning qo'shiqlarini, Ma'mur Jumsaqov qo'shiqlarini, Tavakkal Qodirov qo'shiqlarini, Komiljon Otaniyozov qo'shiqlarini aytib yurardim. Odamlar uxlamay kutib o'tirar ekan uyda. Soat 11-12larda bir ko'chadan o narigi mahallagacha qo'shiq aytib borardim yo'lda. Qo'shiq aytib kelardi. Shuni eshitgani odamlar uxlamay o'tirar ekan. Nomimiz Salpal ashurachi bo'ldi. Ovozim uncha yaxshi emas yoshligimda. Keyin aytib ochildi. Akam Qo'qonda o'qiganda Qo'qonga ham borardim. Qo'qonga borib shu bilan birga paxtaga borsa, Go'rskiy rayoniga paxtaga borishardi. Hafta yo'l texnikum bo'lardi Qo'qonda. O'sha yerda o'qigan ekan. Ular kolxozga borardi paxta terimiga. Hamma qatori. Men ham birga borib paxta terardim akamning nomiga. O'sha yerda ham ashula aytardim, men eshitardim. Keyin Rasulxon Mamadaliyevning ashulasini aytdim. Komiljon Otaniyozov, Ma'mur Jumsaqov qo'shiqlarini aytib yurib, go'yoki ashulachi bo'ldim. Ammo ularda aytib radioga, na televiziyaga chiqmaganman. Ularning qo'shig'ini aytib. Universitetda ham badiiy havaskorlik to'garagi bor edi. Gulzora degan qiz raqqosamiz edi. Sozandalar bor edi o'sha studentlardan. Men hofiz edim. Studentlar paxtaga ketsa paxta terardi, biz konsert brigada qilib, ularga konsert berardik. Bu Sirdaryolargacha borganmiz. Studentlarga konsert bergan, brigada bo'lib. Shuna o'ylab, ashula cho'p qoldi-da, 63-yili Rov menga bir she'r berdi. Shuni qo'shqisa bo'ladimi? Rov bor bu. U mendan bir kurs yuqori o'qir edi. Uni asli o'zi Farg'onani Vadildan. O'sha 30-yili kolxoz tuzilganda, o'sha Hamroqul Tursunqulov yerdan joy olib kolxoz qilaman degan ekan Yangi yo'lda. Sho'rali soy degan qishloq. Ularni olib kelgan. Dadasi, onasi, o'zi kelib shu yerda yashagan Yangi yo'lda. Mana shuni qilib she'r tushadi-mi? O'sha yerda ohangga solib berdim. Keyin shuni zapis qildik 63-yilda. Qobil Usmonov degan rahbarimiz bo'lardi. To'garakda rahbari. O'shani rahbarligida shu laylo aytardik, yalla aytardik. Shular qiziq bo'lardi-da. Shoirlar she'r o'qirdi, men qo'shiq aytardim. Ko'p shoirlarning uchrashuvlar bo'lgan, masalan, Aziz Abdurazzoq, Erkin Vohidov, kishi ham yaxshi bitirgan edi universitetni yangi. Xayriddin Saloh, Yusuf Shomansur, Hamid G'ulom. Ular shoirlarning uchrashuvi bo'lardi. Aktiv zal bola, ikkinchi etajda. O'sha yerda bo'lardi. Qo'shiq aytardim. Andijonlik Gulzora degan qiz raqsga tushardi. Shuna qilib gavjum bo'lgan universitet. Paxtaga borsak ham ashula aytardim, qayerga borsak ashula aytib, shuna olib shakllanib ashulachi bo'ldik. San'atni o'qimagan hech qayerda. O'zimda bor ekanda shu. Shuni namoyon qildim men. Jurnalistika yo'nalishida tahsil olgan Dadaxon Hasanov xonandalik bilan barobar shoirlik borasida ham iste'dodini namoyon etgan. O'tgan yillar davomida chop etilgan Shaydo ko'nglim, Shohimardon soylari, Chamanimdan ayirma, Bahor kelur bog'larga she'riy to'plamlari fikrimiz dalilidir. Bu esa uning qo'shiq yaratishda so'z tanloviga yanada e'tiborli bo'lishiga xizmat qilgani aniq. Shu bois ham u kuy bastalagan satrlar ma'nosi, samimiyati bilan muxlis ko'ngillardan joy oldi. Shoirlar bilan birga hammasini og'ayni bo'lib ketdim. Abdulla Orif bilan juda yaqin edik, hamisha birga edik. Erkin Vohidov bizga qarindosh bo'ladi. Kishi dadalari Oltiariqdan-da. Kishiga she'rlarimni ko'rsatardim. Nima qildirdi, mana u bo'lmaydi dedi. Ha, she'r ham yozaman, 5-6 ta kitobim chiqqan. O'sha qishloqda yozgan daftarimni topib oldim. Qishloqda maktabda o'qituvchilik qilganman-da. 10-klassni bitirib va o'qishga kira olmaydi. O'sha yerda maktabda piano vajatligini olganman men. Chimyon degan joyda.
keyin Paysavod degan joyda 2-klassda o'qitib, ham pianino vajat bo'lganman. O'sha yerdan keyin tayyorlanib, Kiram universitetiga deb hujjat topshirganman. 59da kelib, 10ni bitirib kelib kirolmaganman. 60da ham kirib kirolmadim. 61da kirdim. Chunki tayyorgarlik ko'rdim-da, repetitor olib, adabiyot o'qituvchisi bilan mashg'ulot qildim. Inshoni qanaqa yozadi, o'rgatdi menga. Shundan keyin inshodan 4 oldim. 61-yillik 1-kursga qabul qilindim. Konkursdan o'tdim-da. Balim to'g'ri kelmasdi lekin. Endi Laziz Qayumov Oltiariqdan bitta jurnali chiqsin degan. Shunaqa qilib universitetda o'qidik. Kuchli o'qituvchilar bor edi. Laziz Qayumov ham kirardi darsga. Subutoy Dolimov ham, Ozod Sharafidinov kirardi. O'shalar sharobatim bilan universitetni bitirdik-da. Studiyada paxta terardi, men qo'shiq aytardim. Kechqurun vechir bo'lardi. Bu radioda Rustam Rahmonov degan yoshlik redaksiyasining boshlig'i bo'lardi, andijonlik, yaxshi odam edi. Shu apparatlarim bilan borib, vechirimizni yozib olardi. Biz qo'shiq aytardik, qizlar o'ynar edi shu paxtada. Shu yozib olib, efirda beradi. Yoshlik radio stansiyasi bor edi. Ayloni ham o'sha paxta aytganda kelib, eshittirishga qo'yib yuborganda, eshitib odamni eshitib, keyin nom chiqa boshlagan. Nom chiqsa yaxshi-da, odamni taniydi. Dadaxon Hasanov deganda eng avvalo uning betakror ijrosida tinglaganimiz shoir Rauf Parfi she'ri bilan aytilgan Laylo qo'shig'i yodga keladi. Hikoyamiz avvalida ta'kidlaganimizdek, bu qo'shiq yaralganiga 60 yil bo'ldi va u san'atkor ijodining cho'qqisi hisoblanadi. Undan so'ng Laylo deya ko'plab xonandalar kuyladi. Ammo ilk ijroning qadri barchasidan yuksak. Shinavandalar hamon jon qulog'i bilan o'zgacha maroq ila tinglaydi. Bu qo'shiqning yaralishi, uning mashhur bo'lish sabablari, har tinglaganda yodiga solguvchi xotiralar haqida ustoz san'atkor jumladan shunday dedi. Olimdan studentlik davrim o'tadi-da. Studentlik davrim qanday shod bo'lganmiz, xurram bo'lganmiz. O'qishimiz yaxshi edi, domlalar yaxshi edi. Student kursdoshlar yaxshi bolalar, yaxshi qizlar edi. O'shalar ko'zim oldiga keladi. Lekin Layloni mashhur bo'lishi u original qo'shiq. Bunaqa hech kim shu ohangda qo'shiq aytmagan. Musiqasi o'zimniki. Ko'plar aytgan qo'shiqda. Fakultetda ham. Keyin ham ko'plar radioda ham aytishdi. O'xshatilmaydi. 63-yili Anvar Isroilov degan shoirimiz bor edi. U kishi radioda ishlardi. Anvar aka meni qidirib borgan. Endi radioda eshitganda, meni ko'rib shu Layloni yozib olsak radioga dedi. Buni og'ayning deydi, doim birga edik. Xullas endi o'shanda keyin ertaga boramiz bo'lmasam dedim Anvar Isroilovga. Fakultetda andijonlik doirachi bor edi. Buni oldim. Radioga kelib, hali orkestr bor edi, Doniyor Zokir rahbarli. O'sha yerda skripkachini topdik bitta. Shavkat aka degan skripkachi bor edi. Skripka, rubob, doira 3 ta sozda qo'shiq aytganman. Shu Layloni endi o'sha 63dagi nusxasi yo'qolib ketibdi. Keyingi 64da aytganman. Efirga ketdi, hamma yo'q mashhur bo'lib ketdi, hamma eshitib ma'qul bo'ldi. Gap shetdagi u boshqa qo'shiqqa o'xshamaganda ohangga. She'r ham butunlay boshqa. Originalda bu. Balki o'chgan edim yodingdan, shirin hayolingni buzdimmi? Laylo, Laylo seni yoningda, birdam ko'rmoqchi edim o'zimni. Dilnavozim, dilafkorim yoningga o'shay Laylo. Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Laylo. Agar ishqimni rad etsang qaylarga qochay Laylo. Ay jon Laylo. Shu qo'shiq originalligi uchun, boshqa qo'shiqlarga ohangi, she'rlari o'xshamaganligi uchun mashhur bo'lganda, ovozimga tushganda shu ohang. Nechtasi aytayapti, nozik joylarini o'xshatolmaydi, shuning uchun u qolib ketaveradi-da u qo'shiqlar. Dardi bor joylarni, she'r ohangi yoqimli. Balki o'chgan edim yodingda, shirin hayolingni buzdim. Laylo, Laylo seni yoningda, birdam ko'rmoqchi edim o'zimni. Laylo, Laylo seni yoningda, birdam ko'rmoqchi
Hislerimni yollarıga mercandek saçay Leyla Senga yalğız saklaganım kalbimni açay Leyla Agar ishqimni rad etsang qaylarga qochay Leyla Yana payda buldum yolingda Yollarida yana buzladim Yana payda buldum yolingda Yollarida yana buzladim Bechora qalb seni qo'lingda Bechora qalb seni qo'lingda ko'zlaringda meni ko'zlaring Dilozim dilafkarim yoningga uchay Leyla Hislarimni yo'llaringga marjondek socham Leyla Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Leyla Agar ishqimni rad etsang qaylarga qochay Leyla Hamisha asl san'at, qo'shiq shinavandalarining nazarida bo'lgan Dadaxon Hasanov o'zi ham doimo yaxshi ijodkorlar davrasida bo'lishga intildi. O'zbek she'riyatining ko'zga ko'ringan Erkin Vohidov, Abdulla Oripov kabi qator shoirlar bilan maslakdosh bo'ldi. Ular bilan o'tajak suhbatlar, ijodiy bahslar uning kelgusi ijrolarining yanada mazmunli bo'lib, tinglovchilar e'tiborida bo'lishiga xizmat qildi. 1986da biz Abdulla Oripov bilan Qashqadaryoga bordik. O'sha ashulalar bo'lardi, u she'r o'qirdi, men qo'shiq aytardim. Uni she'rlariga bag'ishlangan qo'shiqlarni aytardim. O'sha yerda bir 10 kuncha konsert qilib yurdik. Bir ikkita she'r o'qisa o'qirdi, unisi men ashula aytib, anjumanda o'tkazardim. Keyin keldik, ko'rdik, gaplashdik. Mana shu yerga ko'p kelgan Rauf Parpi, Abdulla Orif, shoirlar ham, ukalar, akalar kelardi, mana shu yerda o'tirardik, tong otib ketardi. Meningdek suymagan hech kim Meningdek kuymagan hech kim Nechun meni bilmayin kechdim eyvoh Bu daryoni Bu daryoda na qirg'oq bor Bu daryoda na bir sarhad Bu daryoda na qirg'oq bor Bu daryoda na bir sarhad Muhabbat otli daryo bu eyvoh Muhabbat otli bir qudrat Xalq shuni tanlaganki, menga shu maqomni bergan. Qo'shiqchi Hofiz degan. Shunga rozimiz, xalq nima desa shuni. Men shoir bo'lib Abdulla Oripov darajasida bo'lsam, Erkin Vohidov darajasida bo'lsam, Rauf Parpi darajasida, Halima Xudoyberdiyeva bo'lsam, rozi edim. Shoirlik da'vo qilardim. Men u darajaga chiqa olmadim, qo'shiqchi bo'lib qoldim. Shunga shukr qilamiz-da, Xudoning bergani bu ham. Men shoirni tanlayman. O'sha she'rga qarab ohang qilaman men. Yaxshi she'r ohangga tushadi. Yaxshi shoir bilan do'st bo'lib o'tdim. So'zda o'zi ohang kelib turadi. O'zini ohangida aytmasangiz qo'shiq bo'lmaydi, chala bo'lib qoladi.
Men o'sha she'rga qarab turib, buni mana kuyga solsa bo'lar ekan deb, shuni aytaman, qo'shiq qilaman. Ustoz san'atkorlar bilan bo'lajak suhbatlar yosh iste'dodlarga saboq. San'at, qo'shiq kuylash, qanday ijro qilish kerak, so'z va musiqa uyg'unligiga e'tibor muhim ekani haqida kuyinchaklik bilan so'zlayotgan Dadaxon akaning fikrlari bugun men ham san'atkor bo'laman, yaxshi qo'shiqlar ijro etaman degan niyatda izlanayotgan o'g'il-qizlarimizni to'g'ri yo'ldan borishiga xizmat qiladi. Suhbat davomida Dadaxon aka, siz ham qator yetuk hofizlar singari Vodiy farzandisiz. Aslida Vodiyni san'atkor yurti deya e'tirof etishadi. Sizningcha bunga sabab nima? Nega aynan Vodiy zaminidan shunday yuksak iste'dodli hofizlar yetishgan deb o'ylaysiz degan savolimizga shunday javob oldik. Qadimiy xalqda ular, zavqi bor xalq. Butun xalqda u qo'shiqda ham original bo'lay deydi. Qadimiyligini, qadimiy qo'shiqlarga, qadimiy muzikalarga ishqibozligidan bilsa bo'ladi. Ancha-muncha qo'shiqni tanamaydi Vodiy. Qo'shiqchini ham. Shu Jo'raxon Sultonov bilan o'tgan o'sha yerda mana Aljon Hasanov, Tavakkal Qodirov, Murodjon Ahmedov degan o'tgan. Ular birovning qo'shig'ini aytmagan. Bir kompozitor shuni aytgansa aytardi, bo'lmasa o'zi xalqni kuyiga solib aytishgan o'shalar. O'shalarni ketar yurganmiz-da biz. Mana shular bilan yaqin yursangiz, qo'shiqchi bo'lasiz-da, yaxshi qo'shiqchi bo'lasiz. O'sha imtihondan o'tish kerak-da. Xalq bitta nima? Hayat deydimi? Xalq nom beradi sizga. Original aytib xalqqa ma'qul bo'lganingiz, xalqning nazari bu. Xalqning nazarida o'tsangiz, bog'daylar maza qilaveradi. Xalqning nazaridan o'tganman-da birinchi o'sha qo'shig'imdan men. Ko'p hofizlarni eshitganman, yo'llarni bilganman. Qanaqa yo'l bu, ohang qanaqa. O'sha savodsiz hofiz, savodli hofiz orasida farq juda katta. Mashhur bo'lish uchun shu xalqning qalbidagi qo'shiqni aytish kerak. Xalqim suysa, o'sha qo'shiqchi, o'sha hofiz o'sha. Dadaxon Hasanov, Dadaxon Hasanovning qo'shig'i bu. O'zimni qo'shig'imda aytishim kerak. O'zim qilgan qo'shiqlar. O'zingiz qilgan qo'shiqda aytsangiz, o'zingiz bo'lib qolaverasiz dunyoda. Nimalar qilsangiz, maddohlik qilsangiz, ko'chirmachi bo'lib qolasiz. Bu qo'shiqchi bo'lmaysiz. Nechasini ko'ryapmiz. Hatto kelib, beta qo'shiq topib, qo'shiq aytib, tirikchilik qilganidan ko'pchilik ketib qoldi. Toshkentga borsam pul topaman deb keladi, lekin pul topolmay qaytib ketaveradi. Hofiz qo'shiqchi bo'lish uchun tarixga qoladigan qo'shiqchi bo'lish kerak. Masalan, 6 maqom deydi, 6 ta maqom. 6 ta maqomni bilish kerak. Bu maqomlar juda katta, xalq qo'shiqlari ham juda kuchli. Buning uchun ovoz alohida bo'lish kerak. Do'dan do'gacha borish kerak. Hech bo'lmasa lagacha borish kerak ovoz. Endi men unaqa do'dan do'ga bora olmayman, laga zo'rg'a boraman. Shuning uchun o'zimni hofiz deb o'ylamayman. Havaskor qo'shiqchi deb o'ylayman. Shu qo'shiq aytib, yaxshi she'rlarni qo'shiq qilib umrim o'tyapti. Maqomlar, klassik qo'shiqlar, mumtoz qo'shiqlar deydi. Xalqning qo'shig'i. Shu xalqning qo'shig'ini oyoq osti qilish kerak emas. Chiroyli aytsangiz ayting. Qo'lingizdan kelmadimi? Aytmang. Qo'ldan kelgancha aytdik. Qo'shiqchi bo'lay, hofiz bo'lay deb. San'atni oyoq osti qilish kerak emas. Tirikchilik manbaiga aylantirish kerak emas. San'at bu san'at, xalqning san'atimi? Uni hurmat qilish kerak. Ehtirom qilish kerak unga. San'at bilan xalqqa tanildik. Shoir bo'lib tanila olmadik. San'atkor bo'lib tanildik. Xalq shu yuzasidan meni qabul qiladi, hurmat qiladi. Dadaxon Hasanov esa shoir emas, hofiz bu, xonanda degan xayol keladi odamlar. Shuni o'zi yetadi bizga. Boshqa gap keragi yo'q. Asl san'at qadrini yuksak bilgan hofiz taqdir uni san'at olamiga oshno etib, o'z qo'shiqlari bilan muxlislar mehriga sazovor bo'lganidan behad minnatdor. Hayotning past balandliklarida uni hamisha qo'llab, yelkadosh bo'lgan umr yo'ldoshi Karomat aya bilan o'tgan kunlardan esdalik, nurli xotiralardan kuch olib, endilikda farzandlari va nabiralarining mehridan bahra olib, keksalik gashtini surayotgan ustoz san'atkor Dadaxon Hasanovga mustahkam sog'lik va uzoq umr tilab qolamiz. Kamlama quyoshimni ko'rmoq muddao bo'ldi. Kamlama quyoshimni ko'rmoq muddao bo'ldi. Ul haqda yona kuylash qo'shnavo bo'ldi. Ul haqda yona kuylash qo'shnavo bo'ldi.
tonglar otdi kelmadi, kunlar botdi kelmadi. O'shal bag'ri toshimdan nassasna sado bo'ldi ya, nassasna sado bo'ldi. Aziz muxlislar, shu bilan san'atimiz darg'alari eshittirishini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.